O'qituvchilar raqamli dunyoda an'anaviy dunyodagi kabi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak, lekin ular texnologiyalarni ta'lim jarayonini yaxshilash uchun qo'llay olishi zarur. Biz amalga oshirayotgan model bu gibrid ta'lim modeli, ya'ni o'qituvchi dars beradi, biroq ma'lumotlarning ko'p qismi talabalarga onlayn orqali yetkazilsa samaraliroq bo'ladi, chunki bu oshkora va kompyuter orqali o'rganish yaxshiroq natija beradi. O'qituvchi esa shu texnologiyalarni o'z ta'limiga joriy etib, umumiy ta'lim tajribasini yaxshilashi kerak. Menimcha, sun'iy intellekt yordamida talabalarni yaxshiroq o'qitish mumkin, chunki u individual va moslashtirilgan ta'limni taqdim etadi. Bu esa ta'lim tajribasini yaxshilaydi. Demak, agar siz sun'iy intellektni joriy qilsangiz, talabalar yaxshiroq va tezroq o'rganishadi va ko'proq qobiliyatga ega bo'lishadi. Men yurist sifatida sun'iy intellektdan foydalangani uchun yolg'onchilikda ayblangan shaxslarga yordam berganman. Germaniyada bu masala bo'yicha muhokamalar bor. Bu foydali narsami yoki yolg'onchilikmi? Shuning uchun bu savolga aniq javob berish qiyin va Germaniyada huquq ta'limida sun'iy intellektdan qanday foydalanish bo'yicha jiddiy muhokamalar olib borilmoqda.